Gayet ma karız ko'rsatgan gayet. Atam undaq, apam undaq deb so'zlayotsa qara. Men bir kichikgina bir ishni sen avval qilgan, men ko'rmay bazgapda hozirdim. Aşı ishni sen mushkamchi qilmading. Men senga ko'rsatib qo'yay, men ekran oldi qarindoshlar adil bir javob berib beringizlar. Çıtırı. Bu yerda bir narsa bor. Men buni ayni chog'da shunchalik amdan saqlab qo'ygan. Men gayet anglama gapni. Ya! Ajrning tegi oltin degan gap bor, qara. Mana sen amdan qara, ha? Ma dadamlar men Vanxun bo'lmas chog'da Mamining dadam ishel qapti bir rasm. Mamining dadalarim Müştaq resim tatıran amaraxtım ben. Mana qaranglar. Operatör yıqın aldı bana. Yıqın aldı ben. Gayet okşamdı ki. Amdan qarayını. Mamining dadam. Bu gayetning dadısı. Ma resimli ve ayni çağda 2014-yil atrofida resimga tatib, jazig'i ilib, men bulutga aramgoyimga tizgan. Cho'nglar kelib, "Bey, xo'sh qoldi" deb. Buni gayet sen akat adaş müştaq chiroyli jazg olib qo'yarsan ba buni suritib tozalab aşı Urumchidagi uyingga ishxonamga tizib qo'y desam bir qatim kamida shunaqa filmlarda atam qo'rin unaqa yasadim men cho'nglanib turgan dachin unaqa yasadim demay men bir parchasini agat xama amdan bo'ladi mana meniki 115 kirgan momoning rasmi men ayni chog'da tabiiy telefonimda tortib buni cho'ngaytib yuvib meni olib qo'ygan rasm mana ikki nusxalab olib qo'yibman buni mana momamniki rasmi. Endi mavu ahvota ishimizning 2014-yili tushgan rasmimiz mana. Dağdır efendimdeki ayni chog'dagi Jongshu qilmagan vaqtim mushu. Va xotinimning chechi uzunligidan olgan, ba'zi chechini kesib o'tib chechi uzun deb olsam bu xotinni men rostcha shuma. Hozir chechini qisqartirib jimbashib taraqqiyot degan to'tir taraqqiyot qilib bu. Men shu chechi uzun vaqtini yotib olsam, menga tigiritlar chechini kesib o'tdi. Bu qursoq ko'pigim bor. Ana olsa xaloyiq Müşünün bir gayet yetişiyorlar, gayet köyüçe tartışıyorlar mı işine? Bu gayetini qilib emas. Ma gayet şu işini havalı qilsam, film tatmay karızı kirme deb, umi yaxshi ish. Lekin ma aslında bir parcha rasmi bir şey to'pida qilibdiki, bak ichim og'rib, ma film ishlab qo'ydim. Lekin bu yer qolmasligi kerak, shu gayet bir şey kelib, aytish kerak. Men shunchalik ajr qilib tatib, jazig ilib qo'ygan ekan. Adam bo'lsang manda gayet, o mening tutqunimcha shunga ancha bir davog'im kelib qoldi. Shu bizdan ayrılgan dadlarimiz Müjdadan bir sim yok başlattı. Maqul. Shunchalik güzel əslimlərim bor. Men Vanxun bo'lmas chaqdilar, nurg'un ishlar ahamiyat bergan. O'zimning hayot musabaqasi xil güzel deb o'ylayman. Gayet unutqamajman, men rasmini akat odasha. Dadamning rasmi bu yerda meni tikilib yurish yaxshi mayda.